Ushbu loyiha Asakaban hamkorligida Namangan viloyati Pop tumani Chig'anoq MFA 606 hamda 607 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda qovun ekilgan. Maydon hajmi 10,5 gektarni tashkil etadi. Uzunligi 525 metr, bo'yiga 200 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar tayyor bo'lish holatida. Ekinlarni yetishtirish 10-15 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 25 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 45 sotiqdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun Liza tadbirkor Parpovota Qodirov fermer xo'jaligi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 30 tonna, jami 375 tonna hosil olish rejalashtirilgan bo'lib, mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi. Bu yer maydonimiz alohida chegarasi mavjud. To'rt tomonlama ko'rib turganingizdek har bir tomonida ajratib qo'yilgan chegaralari bor.